500 yil yashadim va ish kiyimlarini qanday tartibli saqlashni bilib oldim. Kir yuvib, quritgandan keyin har doim bir paypoq nega yo'qoladi? Qisqa pufakli kurtkalarni qanday saqlash kerak? Havo isib bormoqda. Joy tejash uchun buni o'rganing. Bezakli kiyimlarni qanday buklash kerak? Kerak bo'lganda osongina topish uchun yumshoq va elastik maykalarni buklash usuli hamma narsani tartibli saqlaydi. Garderobingiz hech qachon tartibsiz bo'lmaydi. Elastik kiyimlarni saqlash usul juda ko'p joy tejaydi. Uzun palto va kurtkalarni qanday buklash kerak?